O'zbekistonda yagona 30 metrli bez ustusiz konteyner temirdan tom yopilgan joyda ko'rganmisizlar. Hozir akalarimiz eniga 30 metr, uzunligi ham 30 metr tom yopib, O'zbekistonda rekord qo'yib qo'yishdi. Bu ikki tomonlamalisi, xuddi shuni bir tomonlamalisini ham yopib berishyapti. Agar arkali ko'rinishida konteyner temirdan tom yopiladigan bo'lsa, eniga 22 metrgacha bez ustunsiz yopib berishyapti. Narxlari 15 metrdan 30 metrgacha endi bo'ladigan bo'lsa, 150 ming so'mdan 200 ming so'mgacha tomni yopib berishyapti. Tunuka shepirini olib beradigan bo'lsalaring, yopib berish xizmati ichida. Agar kichikroq joylar bo'ladigan bo'lsa, 15 metrgacha narxlari 100 ming so'mdan 140 ming so'mgacha yopib berishyapti. Akalarimiz yangi joyga 15 metrgacha ustunsiz konteyner temiridan yasashyapti. List qalinligi 2 listlarda qilib berishyapti. 8-9 listlarda bukilgan holatda profil qilib tomni yopib berishyapti. Kimdan kim qildirmoqchi bo'lsa, Andijon shahri Asakadagi Nodira akamizga aloqaga chiqaverasizlar. Aka, ishni sifatiga garantiya bormi? Sifatiga garantiya beramiz. 10 yildan beri shu ishni qilib yuribmiz. Xudo xolasa, через notarius orqali ham qilib beramiz.